hozirgi kunda yer yuzida yashayotgan odamlarda aksariyati, balki hammasini o'ylantirgan bitta narsa bu rizq muammosi. Mana shu rizqini topib kelishlik yo'lida odamlar haloliga ham qaramay qo'ydi, haromiga ham qaramay qo'ydi. Rizq topishlik yo'lida inson ibodatdan tashab qo'yapti, qarindosh urug'chilar aloqani ham tashab qo'yapti, umuman odamgarchilikdan tashab qo'yapti. Ana shu rizq topishlik yo'lida ikkita og'ayni bilan sherik bo'lib tijorat qilyapti. Ozgina pul topgandan keyin xuddi shu rizqni deb turib, bir-biri bilan qiyomat diydor bo'lib ketyapti. Aka-ukalar ajrashib ketyapti, eshik tolashib, otalariga tikki gapiryapti. Rizq o'zi nima? Alloh taolo mana aytdik, odam alayhisalom yerga tushgan ekan, bandalarni yerda xotirjam hayot kechirish uchun kerak bo'ladigan hamma qonun-qoidalarni chizib qo'ygan. Odamlar Alloh taoloni ko'rsatgan ko'rdan so'tmasdan uzoqlashib ketgandan keyin rizqni faqat o'zi topib yeyishligi haqida tushuncha paydo bo'lib qoldi. Ishlamagan birodarlar, biram odamlar ishlamay tishlab yuribdi. Alloh rizqiga yozib qo'yganligi uchun. Va biram odamlar eshakdek ishlayapti, lekin tishlay olmayapti. Buni atini nima deb qo'yadi? Buni atini rizq deb qo'yadi, birodarlar. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadiki: "Va ma min dabbatin illa alallohi rizquha." O'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasiga. Xo'p, rizq degan biz pulni tushunamizda, to'g'rimi? Rizq o'zi nima? Rizq, birodarlar, faqat pul emas. Bir mush ko'zga yeyishingiz ham rizq.